Hurmatli do'stlar, 2015 266 ming yurgan Cobalt avtomobilimiz. 5 ABS konditsioner Evromi? Euro. 5 ABS konditsioner 1.5 motor, bezakam datchilar turibdi, jas akkumulyator, gaz reduktorlari bor. Mana balolarning holati. Paysak kesak Evro'ning mexanikasi 266 ming. Xo'sh, audio sistemalar, bunday audio sistemalar bor, monitorlari, barlari bor, 3D ko'rib tashalgan. O'zin zavodgacha holda qolgan mashina. Mana bu salonda holat, salon oynalariga tonirovka tortilgan. Temir gaz balon. Zapas balon kumushdan turib, onu çok önemli. Usta, bu o'zingiz kim tirikchilikmi? Tirikchilikda. Buni motorda, korobkada, xadovoyda ishi yo'q. Kraskasi-chi? U kiriladi, orqa kiriladi. Qolgan yog'i toza. Tekshirib olishadi. Barter variant bo'ladimi? Chevroletga barter bo'laveradi. Qancha deymiz? 8200. 8200. Generalni beramizmi? 7,5 pastga kelishamizmi? Bozor qancha qilsir bo'lmasa? Bozor har xil so'rayapti. 7,5 ham so'raydi, temporadan pastdan. Xo'p, nomeringizni aytib o'ring. 91lik 354 44 46. Hurmatli do'stlar, qiziqqanlar xotirjam telefon qilaverasizlar. Generalni bo'ladiganda. Bu ham sizdanmi? Bu nechinchi yil? 23 5700 km yurgan. Kapot ochib o'ring. Nima derib. Yo bismillah. Bu ham Evromi usta? Bu ham Evro, ha. Xo'sh, bez ABS konditsioner, 1.5 motor, enerji akkumulyator, motorlarning holati ko'rishlaringiz mumkin. Mana balolarning holati. Salon holati ekan, 5700 km yurgan. Xo'sh, mexanikasi Evroda. Audio sistemalari bor, 3D ko'rib tashalgan, cho'la qilcha qo'llar kiyib qo'yishgan. Bagaj ochib o'rasizmi? Mana bu salonda holi ko'rishlaringiz mumkin. Zapas balon kuluchdan kirat, mana bu choklarning holati. Kraskasi mana shu yerda. Ashada kraska bor, qolgan yog'i toza. Motor tekilmagan, motor boshqa faqat kraskasi bo'lgan, qolgan yog'i top-toza. Salondan qanday chiqqanmiz o'shanda holatda. Buni qancha deymiz? 11500 ga o't beramiz. 11 pastga kelishamizmi? Xo'p, gench chiqadimi bu ham? Buni oformib qolish. O'sha nomermi, boshqa nomermi? Bo'ldi, aka, rahmat, bozoringiz bersin. Hurmatli do'stlar, mana qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Hurmatli do'stlar, 160 yurgan 2009-yil Cobalt avtomobilimiz 9800 qilishyapti, ular berishmayapti. Hozir bir kishidan so'raydi ishda. Men ungacha videoga olib turibman. ABS bor, konditsioner, 1.5 motor, gaz reduktorlar turibdi. Sezam akkumulyator, motorlarning holati ko'rishlaringiz mumkin. Mana balolarning holati, paysa keladigan bo'lsak, 2 bu usta. 2 Aziya. Xo'sh. 168 ming ekan. Audio sistemalari bor, barlari bor, cho'la qilcha holat kiyib qo'yishgan. Bagajni qayerdan ochamiz? Mana bu salonning holati, salon oynalariga tonirovka tortilgan. Temir gaz balon. Zapas balon, kuluch damkrat, amalga bor ekan. Xo'p, ko'rsinlar. Usta, bu o'ziniki? Generalni. Yilichi. Qancha yurgan? 160. Barter variant bo'ladi.
Xo'p, kraskasi qanaqa? Toza. Toza, petnorovka yo'q. 98 dan yursa berasiz. Nomer aytavering. Murodjon, meniki. Ha, 177 90li. 93 93 172 77 77 72 70. 72 70. Mana hurmatli do'stlar, qiziqqanlar hozir telefon qilaveradi. Bu sotilib ham ketadi shekilli shu turishda. Bo'ldi, gaplashdi hozir. Bitta boshliq oldidan o'tib qo'ydi. Boshliq, sen bor bir keyin. Burab qo'yib. Ketdi. Nima bo'lsa ham ekan.